Bo'ldi, siz bilan hammasi tugadi. Ne qilib o'tiribsiz? Qizim bilan xapalashib qoldik. Endi uni qaytib ko'rmasam kerak. Voy, nima bo'ldi? Tug'ilgan kuniga tabriklamagandim, shunga xafa bo'lib ketib qoldi. Unaqa xafa qilmasdan, mana bu Telegramdagi podarkalardan jo'natib tabriklab qo'ymabsiz-da. Hozir men sizga buni qanaqa qilib qilishni oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Eng qizig'i bu arzonga tushadi. Yaqin insoningizni siz ham xursand qilib mana shunaqa ajoyib podarkalar jo'natishni xohlaysizmi? Telegram o'zidan olaman desanglar ancha qimmatga tushadi. Tim bo'li Visa karta ham bo'lish kerak sizlarda. Hech qanaqa Visa kartalar siz mana shu Sell Uzbot boti yordamida faqatgina yoki Humo uz kartingiz bo'lsa yoki Payme orqali ham to'lov qilsangiz bo'ladi. Mana shu botdan Stars sotib olsangiz bo'ladi. Botga kiramiz, Stars olish joyiga bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Starslar narxi qarang, Telegram o'zidan ancha arzon narxlarda. Xohlasangiz 100 ta, xohlasangiz 300 ta Stars sotib olib, bemalol yaqinlaringizni xursand qilsangiz bo'ladi. 50 ta Starsga bosamiz, 12000 so'm o'zimga olishga bosamiz. Bu yoqdan Payme orqali to'lovga bosamiz. Shu joydan to'lashga bosib yuboramiz. Keyin botga qaytib mana shu tekshirishga bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizning hisobimizga Starslar tushdi. Endi bu Starsga bemalol yaqin insonimizni xursand qilsak bo'ladi.